ovozliq asarni tushirmoqchi bo'lsangiz, she'rining to'r bekitiga kiring. To'r bekat adresimiz www.sherinim.com. Ustoz qasidasi. Nasr. O'qituvchisiz bu dunyoni tasavvur qilish mumkinmi? Yo'q. Chunki o'qituvchi eng go'zal bog'. Sen qandoq gul uzmoqchi bo'lsang, uni topa olaysan. O'qituvchi eng ilg'or jahannami ayniki. Sen u orqali bugungi holatingni emas, yiroq o'tmishingni aslay olaysan. Ham güzel kelechigingni noyda aniq tasavvur qila olaysan. O'qituvchi bir suygu darxi. U sana suyish, suyulish, mavjudlik, qadr-qimmat haqidagi eng ko'na ham eng yangi rivoyatlarni so'zlab berdi. O'qituvchi mangu aytib tugatkili bo'lmaydigan yaqinlik naqsha. U qalbingga go'zallik tuyg'usi beg'ishlaydi. Ham dunyoning aslida to'limi go'zal ekanligini, shundaqla inson qalbining aslida cheksiz mehr muhabbatga to'lganligini his qildira oladi. O'qituvchi koinotdagi o'zgacha bir yulduzlar to'pi. Sen u joyga chin aqida bilan borsanglar, nurliq yulduzga aylana olaysan. Men cho'nqur xiyollar dunyosiga g'arq bo'ldim. Ashu qadrdon o'qituvchilar xiyolimning markaziga aylandi. Ashu qadrdon ustozlardan so'zlashni, qadam elishni, yashashni, hatto odamda xiyol surishni o'rganmagan bo'lsam, odimilik orbitasidan chiqib ketib, shaytonning depiga usul o'ynab yurgan bo'latdim. Mubodo o'qituvchilar bo'lmagan bo'lsa, bu dunyo bir muqish yo'q o'rmonlikqa, bir tomchimi suv yo'q ko'lga, bir tal yulduz yo'q osmonga o'xshab qolatdi. O'qituvchi meni ruhlantirgan, qanotlantirgan, uchirgan. Ussab ketganimda u bir piyola suvga aylanib bergan. Qahrton so'g'oqda issiq chapan bo'lib bergan. To'rt ko'cha do'qmishida umidsizlik garvusida o'ltirib tingirtab qolganimda u menga kompas bo'lib bergan. U texe menga xatarlik davondan o'tar chig'imda mustahkam ko'rik, igiz qiyolog'i yomishayotganimda buzilmas shota, yeshillikqa oshiq bo'lib yurgunimda illiq bahorni chillab bergan emasmi? Men o'qituvchini suyman. Mayli u qaysi millatdan bo'lsin, o'xshashli qadrlayman. Chunki o'qituvchini qadrlasak umrimiz uzraydi, baxtimiz qochmaydi, namratlik bizga hayva qilinmaydi. Qalblardan bahor mangu qaytib ketmaydi. Shunga o'qituvchi qadrlanishi, suyilishi kerak. Sen har vaqt o'qituvchingni suy. O'qituvchilarni qadrla. Bilamsan, o'qituvchini suymaganliking mohiyatda o'zingni suymagining. O'qituvchini suymagining millatingga hurmat qilmagining, bilimga hurmat qilmagining. Men rohat farog'atdan voz kechib, jannatdek pok maktabga cho'ng-cho'ng qadam ep kirib ketgan o'qituvchilarni ko'rgan. Men tun qorong'usida yurikini sug'urib elib, mashal qilib yandirib, sanoqsiz o'quvchilarni nuroniy kelajakka boshlab ketayotgan o'qituvchilarni ko'rgan. Men saltanat qasiriga o'zi kirmay, o'quvchilarining kirishi uchun badal to'lagan. O'quvchilarining baxt nuriga cho'milganligidan xushal bo'lib, hushidan ketgan o'qituvchilarni ko'rgan. Makkor, shuhratparast o'qituvchilarni ko'rganmi? Aniqki, undoqlar orasida mening o'qituvchilarim yo'q. Mutam, ko'kama, qizil tumshuqlar orasida mening o'qituvchilarim yo'q. Layg'azal, o'rin, mas'uliyatsiz, bo'shanglar orasida mening o'qituvchilarim yo'q. Chin o'qituvchilar Xo'shamad ko'chasiga kirishni rad qiladi. Ular o'lgan hayot, ma'nisiz turmush, yolg'on muhabbat,
saxta do'stlik, ranglik aqida va sunniy tabassumga qarab yig'laydi. Xo'rlangan, putugi tikan sanchilgan, panoyi yo'q bolalarning o'maq chehrining so'lishib ketib berayotganligiga qarab kulmaydi. Chin o'qituvchilar boshqalarning to'n kaydirishni tama qilib mugdab o'ltirmaydi. Ular ulug'liqni semiz tandin, yanchuqdagi puldan, mingan mashinasining markasidan, o'ltirgan restoranning darajasidan izlashni ravo ko'rmaydi. Ularning ulug'ligi dal oddiy soddiyligida. Ularning ulug'ligi dal o'z-o'zini o'ntinsiz beg'ishlashdek oliy janobligida. O'qituvchi manfaat og'uchi emas, manfaat ato qiluvchi. O'qituvchi energiya to'plag'uchi emas, energiya sarf qiluvchi. O'qituvchi o'tdek charaslab ko'yguchi. O'qituvchi bir umr halol ter to'kguchi. O'qituvchi qalbidagi mehr-muhabbat buluqining ko'zi etilib qolsa, dunyoning tugashgani shu emasmi? Do'stim, senmi o'qituvchi bo'lding? Menmi o'qituvchi bo'ldim? O'qituvchilik safarimda tatgan barliq jafolarim har doim menga rohatlanish tuyg'usi ato qiladi. Ashu o'quvchilarning rangdor savollari butkul azoblarimni unutuldira oladi. Navoda qayta tug'ilish nasib bo'lgan bo'lsa, men yana o'qituvchilik kasbini tanlayman. Yur do'stim, bizni o'qituvchi qilib yetishtirgan o'qituvchilarimizning yeniga boraylik. U bizga ömürlük təcrübələrini sözləb berdi. Yürünglar dostlar, saltanat beg'i jam bo'lib, o'qituvchilar sha'niga mashrab o'tkazayli. Buyuklük teg'iga chiqib, o'qituvchilar sha'niga naqshi to'layli. Bu naqshilarimizni butkul koinot anglasin. Yangi davr, cheksiz dengiz, keng tabiat, ona tuproq bizdan suyunib qolsin. Buyuklük babida o'qituvchining hech kimga o'xshamaydiganligini, faqat o'ziga o'xshaydiganligini hamma tushunsin.